Lada Largus mashinasi 7 ta o'rinda srochna sotiladi. Holati ideal. Narxini kelsak 600 ming rubl naqd pulga sotiladi. Bo'ldi bu yerda рассрочка mashina berilmaydi, variant вообще yo'q. Обмен вообще не интересно. Qiziq yo'q, ya'ni mashina almashish. Ko'rib tursa mashina idealniy mashina atak Hajbobaga qarashli. Hajbobani ya'ni bu yerda bir ballalarim Hajboba safarda bo'lgan vaqtda mingan, tirikchilik qilgan, ozgina ishga borib kelgan. Urilmagan, turtilmagan bunday narxdan agar sizlar shu darajada ideal mashinani topib bilsanglar, bu mashina sizlarga shundancha darim beriladi. Nechun deganda mashina вообще idealniy holatda. Ухоженный salon. 7 o'rindiqli propan bar, xohlasanglar. Atak mashina benzinda yurgan. Потому что ishga minilgan mashina. Pravikka kelsak, pravik не скрученный, реальный pravik. Ko'rib tursa, urilmagan, turtilmagan Hajbobaning ballalari mingan mashina. Telefonga bunga ekrandagi nomerlarga. Bemalol. Kamchiligi yo'q. Motor idealni, masla yemidi. Birgina kamchiligi shu sotib olasizlar, minasizlar. Boshqa hech qanday kamchiligi yo'q bu mashinada. Ana.